Sizden nima demoqchi? Nima degan tugmaga o'xshaq gap bu? Yo, qilganni bilmagan, yo berganni bilmagan. Mening bu uyda o'rnim zoda nima? Ishchimi, ayolmi? Sizdan suchu. Sizdan nima? Meningmi boshqalarga o'xshash erkin ozoda malikadek yashag'im bor. Kech bola beqib uyda o'tdag'im yo'q. Sizdan erkin azad tallarlar yurgansiz bor shundami? Balvaqsınız kimdan balsın vaqtınız? Üzümüzden balsı o. Siz melikidek yaşadığınız başında ama siz mening qalbimda melikidek emas belki xonishdak. Shuni bilamsiz? Sizga nima lozim bo'lganlar orto? Ko'ngildagi nima bo'lmoqchi? Abongizning uşaq gibi textigimisa, balangiz qattiqroq vaqiryanmasam, o'zim tuqqan bola bo'lsa, qattiq vaqirab bosh bo'lsam, o'gaylab qolamki, ko'ngli kelib qolamki deb ansirab texijsam. Mening ota-onamga uni deyman. Men bir o'g'il, men bir erkak. Men ota-onamga ko'z olayotganning ko'zini o'yman. Til uzatganning tilni kesiman. Men butun dunyodan voz kechsam kechalayman, ota-onamdan voz kechmayman. Shu ota-onam bo'lg'achqa men sizni oldingizda o'tiraman. Siz meni so'ygandan mening ota-onamni suyan, mening ota-onamni hurmatlab qo'ying. Ben sizden ata-ananızla üzümden ata-ananızla o'xshash ko'raman. Sizmi mening ata-onamni o'zingizga o'xshash. To'g'ri. Bolani kelib chiqqan. Bolani siz bo'lasiz. Ammo siz meni so'ygandan mening pushtimdan bo'lgan shu bolani so'ying. Narisida bolda gunoh yo'q. Agar o'zimizdan bolasi bo'lsa desangiz, Allohdan tilaylar. Siz ota-onamga olib qoldi deb hamma narsani kechmoqchimi? Mening unchalik gap qilish huquqim yo'qmi? Mening ayni vaqtda xo'shal-xuram vaqtlarimni seg'indim. Sizni meningni bosgan deb o'ylayman. Biz hozirim baxtli, burunqidek baxtli. Hamda shu bolasi bilan tunimiz baxtli bo'ladi. Aşk yürekке Rayim yoktu senden bülekке Süyerdin seni ebedke Azaplansam yarın meylumu Süyerdin seni ebedke Azaplansam yarın meylumu Yürek açık buldu derdimde Verem yalvarmışken aslida Menden tansam yarım meylumu Verem yalvarmışken aslida Menden tansam yarım meylumu
Taşlap desem yarım meylimu Çin yürekten süyettim seni Taşlap desem yarım meylimu Taşlap desem yarım meylimu Kechiring, men diqqat qilay. Opamizga yaxshi kelin, sizga yaxshi ayol bo'lay. Bolalarimizni yaxshi tarbiyalab chiqishga tirishay. Kral, yeni cemiyetimizin başında işler düşecek, erzimiz işler için veren bu kütbağa aile az emas. Biz bolsak başlarımızı bekletilmeydi. Biz bolsak bu ailemizi qo'g'dab qolmoqchi.